kelgansiz aka bu yerga? Ha, Qachon kelgansiz? 2011-yil. Qanday davo topdingiz? Qancha vaqt yotdingiz? 2011-yillar mashina kelib yurolmay yotib, kasal bo'lib, kasalband bo'lib qolgan pallalarimda mashina kelib, bir yilda 3 marta kelib suvni ichib ketganman, shundan sog'ayib ketganman. Yurolmay qoldimi? Oyoqlar og'rib, buyrakda kimdadir toshi bo'lsa, Aha. oyoqqa tushadi, oyoq og'riydi. Aha. Oyoqqa tuz tushaveradi. Ha, undan keyin mana shular tozalab yuboradi. Mana shu buloqning suvi dori, operatsiya degan narsa kerak emas. Lazer, pazer kerak emas. Kerak emas hech narsa. Necha kunda shifo berdi? Necha kun yotdingiz? Bir xilga bir kunda shifo beradi. Organizmga qarab. Organizmga qaraydi. Toshning qattiq bo'shligiga qaraydi. Mana shu yerda yana bir mayning oxirlarida kuniga 1000 ta odam kelib shifo olib ketgan. Biz ham boya Tojikistonning mashinasini ko'rdik, Samarqandning mashinalarini ko'rdik. Ko'p mashina ko'rdik. Bu odam yozda kelarkan, yaxshi. qayerlardan keladi? Xorazm, Buxoro bu yer bosib ketadi. Qarang, shu suvning boshidan Ha. men shuni sudramanidagi